Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun O'zbekiston primadonnasining qizi xonanda Nilufar Usmonova o'zining tavallud ayyomini nishonlamoqda. Nilufar Usmonova 1987-yil 6-aprelda Toshkent shahrida soat 14:00 da tavallud topgan. Xonanda bugun 30 bahorini qarshi oldi. Ushbu munosabat bilan xonanda Nilufar Usmonova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida onasiga minnatdorchilik so'zlari bitilgan post yozib qoldirdi. Bu dunyoga kimlar kelar, kimlar ketar, ammo hammaga ham tarixda qolish nasib qilavermaydi. Lekin Allohga ming shukrlar bo'lsinki, yaqingina o'tmishda taqdir meni tug'ilishim bilanoq tarixga muhrladi. Bu ham bo'lsa onam tufayli. Tarixda san'atim zo'r yoki iste'dodim bo'lgani uchun emas, aynan Yulduz Usmonovaning yagonagina qizalog'i bo'lganim uchun qolsam kerak deb o'ylayman. Aziz onajonim, meni dunyoga keltirganingiz uchun, menga oq sut berganingiz uchun, o'z paytida qattiqqo'llik qilib, mehringizni ham ayamaganingiz uchun sizga adoqsiz rahmat. To tirik ekanman, men sizning o'sha jajjigina Nilufaringiz bo'lib qolaman. Taqdirimda boringizga, yashashni o'rgatganingizga tashakkur. Doim sizni sevib, mehringizdan quvvat oluvchi qizingiz Nilu. Xonandani birinchi bo'lib tabriklagan uning turmush o'rtog'i bo'ldi. Sevimli insonning birinchi bo'lib tabriklaganda ajoyib hislarni tuyasan, deb yozib qoldirgan Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova bundan roppa-rosa 1 oy oldin 4-bor ona bo'lgan edi. U 4-farzandi, qizi Sadiyani dunyoga keltirdi. Ertaga qizi 1 oylik bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Nilufar Usmonovaning 3 o'g'li va 1 qizi bor. Fursatdan foydalanib, Nilufar Usmonovani biz ham tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.